Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga qonunning markazidan, sentridan joy topib qo'ydim. 2 etaj, noturar. Atrofindagilar bari turarga o'zgartirgan. Buni xudo xolasa turarga o'zgarsa bo'ladi. Bu yoqdan keladigan bo'lsa, Yakkaturondan keladi, Mo'llajimon, Sentr. Bu yog'i Mang'ito'lga ketadigan maktab yoqdan. Bir de shoraxona bor. Xudo xolasa shu uyda hozir kirib qisqacha obzorni ko'rib chiqamiz. Temir eshik ko'rishlari. Bismillahirrohmanirrohim. Shundan kirgandan mana litsenziyasi yog'ochdan o'rs og'och bilan beklangan. Mana bu yoq xonalari katta 6 zoli bor dedi. Endi bilmayman razmerlari qancha. 5,5 ga 6 ga 3,5 ma. Shundayroq tez ko'rib chiqamiz. Bu yog'imiz zal, parket qo'llar urilgan. Bu yerda podvalidan ulqon deydi. Podval. 6 ga 4'lük rekadan qag'ilgan so'ng shlipovka qilib lag urish uchun. Mana ko'rganlaringizday, bu yerda dalan, bu yog'i kohna mana, kohna. Bu yog'i banyo o'xshaydi. Bu yog'i banyo mana. Nelar urilib turibdi. Sibovlari. Hak sibov banyosini chegasi urilgan. Eshiklar akvadan oynalari. Mana bu yerga koloduslar tashalgan. 2 dona kolodusi. Bu yoqda bor. Mana yozgi letniy tualeti. Bu yog'i mana mashinkalar xod bor. Bu yoqdan mashin kelib kirgizib qo'ysa bo'ladi. Ko'rganlaringizday darvozalari o'rnatilgan. Stroyka bo'lib hech kim yashalmagan, shuning uchun sal porядка bo'lmay turibdi, elashtirmislar. Adam taqlab uzatib olaveradi. Mana bir deb erigi bor ekan, bu yerda sashkalarni qo'yib, bir gulatiz etib, ajoyib etib, shashlik pishirib o'tiradigan yer ekan. Mana eshiklar ajoyib, MDB eshik o'xshaydi, yaxshi eshiklari, Rasulov eshiklari deydi. Gapning ochig'i shunday. Hozir 2-etajga chiqib ko'rib chiqamiz. 2-etaj ham kattagina. 2-etaj ham shu parket ustini shlipovka qilib lagor qo'yilgan. Yoqqa qaratan bo'lsak, uzun zal, buni egasi bo'lsadan bo'ladi deb o'tir, aynani spawn etib qo'ysa deydi. Ustine 3 eshik qo'ysa bo'ldi ekan. Bu yoq ham gapdan ochiq katta zal deb o'tir mana. Ko'rganlaringizday kelib gaplashib olaverasizlar. Bahasına keladigan bo'lsak, bu ham katta zal. Bahasına keladigan bo'lsak 480 dedi. Naq bo'lsa deydi 450 ga beramiz dedi. Yana novo esdan chiqdi. 450 ga beramiz dedi. Kelishib olaverasizlar. Nomerini qo'yib qo'yma egasining. Bari mana 6 ga 4'lük rekadan. Parket o'zlari uchun qurilgan-da bu. Uyimiz uborga etilmay turibdi, ondan elashtirmaslar. Adam yashamagan yili o'zlari boshqa yerdan joyab bu yerga gapdan ochig'i sotishga majbur bo'lib, yashamayapti bu yerda. Oldlarini bir staj qilib yuborsa, xudo xolasa zakonli bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar, kimga kerak desalar. Joyizlar birgalar bo'lsa, tashqi tarafi staj qo'yib qo'ysa, otizlarni ham ajoyib etib atrofdan bir ko'rsatib beramiz. Mana shu yerda suvi, sveti bor, gaz yo'q, bilasizlar o'zingiz bu yerda. Qisqacha shunday. Hammangizga rahmat. Qo'llab qolishda davom etinglar. Shu o'rnacha kuzatganlar bo'lsanglar, rahmat hammangizga.